Bugun men sizga 1-iyulgacha albatta tekshirib qo'yishingiz kerak bo'lgan juda muhim masalalarni tushuntiraman. Bu gap faqat tadbirkorlarga emas, faqat pensionerlarga emas, faqat talabalar yoki uy egalari uchun ham emas. Bu ma'lumot deyarli har bir oilaga, har bir ishlaydigan odamga, kartadan foydalanadigan, kommunal to'lov qiladigan, soliq, jarima, nafaqa, kredit yoki hujjat ishlari bilan bog'liq bo'lgan hammaga tegishli. Agar siz 1-iyulgacha ayrim narsalarni tekshirmasangiz, keyin ortiqcha xarajat, jarima, navbat, hujjat qaytishi yoki imtiyozdan kechikish kabi muammolarga duch kelishingiz mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men hozir oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi? Endi nimaga e'tibor berish kerak? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar uchun esa bu shunchaki tekshiruv bo'ladi? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'pincha odamga pulini, vaqtini va asabini tejab qoladi. Har yili iyul oyiga yaqinlashganda ko'plab tizimlarda yangi bosqich boshlanadi. Davlat xizmatlari, soliq ma'lumotlari, kommunal hisob-kitoblar, ijtimoiy yordam, bank va shartnomalar, ta'lim to'lovlari, jarimalar, biznes hisobotlari bo'yicha yangilanishlar bo'lishi mumkin. Eng katta muammo shundaki, odamlar odatda o'ziga tegishli o'zgarishni kech biladi. Masalan, kimdir kommunal qarzdorligi borligini faqat xizmat cheklangandan keyin biladi. Kimdir subsidiyaga hujjat topshirish muddati o'tib ketgandan keyin xabar topadi. Kimdir soliq shaxsiy kabinetidan noto'g'ri ma'lumot turganini faqat jarima kelgandan keyin ko'radi. Oldin ko'p ishlar qog'ozda, idorada, mahallada yoki kassada hal qilinardi. Odam borardi, so'rardi, navbatda turardi. Biror xodim unga og'zaki tushuntirib berardi. Hozir esa ko'p jarayon elektron tizimga o'tgan. Bu yaxshi, chunki vaqt tejaladi. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Agar siz shaxsiy kabinetingizga kirmasangiz, SMS ni o'qimasangiz, Maybokkov, soliq, bank ilovasi yoki kommunal ilovalarni tekshirmasangiz, tizim sizga qarab kutib o'tirmaydi. Ma'lumot bazada qanday turgan bo'lsa, qaror ham shunga qarab chiqadi. Shu sababli 1-iyulgacha eng muhim vazifa yangi qoidani eshitib vahima qilish emas, balki o'zingizga tegishli bo'lgan 5 ta asosiy yo'nalishni tekshirish. Hujjatlar, qarzdorliklar, soliq va jarimalar, ijtimoiy imtiyozlar. Shartnoma va to'lovlar. Birinchi navbatda kommunal to'lovlarni tekshiring. Elektr, gaz, ichimlik suvi, issiqlik, chiqindi to'lovi bo'yicha balansingizni ko'rib chiqing. Men ko'p uchratadigan holat shunday. Odam har oy 200 ming so'm to'layapman deb o'ylaydi. Lekin eski qarzdorlik hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilgani yoki penya sabab umumiy qarz 600 ming so'm bo'lib qolgan bo'ladi. Keyin iyulda tarif yoki hisob-kitob tartibi o'zgarsa, eski qarz ustiga yangi hisob tushadi va odam buni keskin oshish deb qabul qiladi. Aslida esa muammo oldindan yig'ilib kelgan bo'ladi. Masalan, sizning uyingizda oyga o'rtacha 2 kilovat elektr sarflanadi. Agar hisoblagich ko'rsatkichi vaqtida topshirilmasa yoki avtomatik tizim taxminiy hisob yozsa, keyingi oyda farq birdaniga chiqishi mumkin. Odam bir oyda 20 ming so'm o'rniga 360 ming so'm ko'rsa, hayron bo'ladi. Lekin tekshiruvda ma'lum bo'ladiki, oldingi 2 oyda real sarf to'liq aks etmagan. Shuning uchun 1-iyulgacha hisoblagich ko'rsatkichini suratga oling. Ilovada balansni tekshiring. Agar nomuvofiqlik bo'lsa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qiling. Ikkinchi muhim masala soliq va jarimalar. Bu yerda gap faqat biznes egalari haqida ketmayapti. Jismoniy shaxsning mol-mulk solig'i, yer solig'i, transportga oid jarimalari, sud qarori yoki ijro hujjati bo'yicha qarzdorligi bo'lishi mumkin. Ayrim odamlar uyini sotmoqchi bo'lganda yoki mashinasini rasmiylashtirmoqchi bo'lganda qarz borligini biladi. Tasavvur qiling, siz kvartirani sotish bo'yicha xaridor topdingiz, kelishuvga yaqin turibsiz. Lekin notarius jarayonida mol-mulk solig'idan 1 200 ming so'm qarzdorlik chiqib qoldi. Xaridor kutmaydi, narx bo'yicha tortishuv boshlanadi. Siz esa shoshilinch pul topishga majbur bo'lasiz. Tadbirkorlar uchun esa iyul oldidan soliq hisobotlari, onlayn kassa, elektron hisob varaq faktura, ijara shartnomalari, xodimlar bo'yicha ma'lumotlar alohida ahamiyatga ega. Agar siz kichik do'kon yuritsangiz, aylanmangiz oyga 1 million so'm bo'lsa, tizimdagi xatolik sabab tushumning bir qismi noto'g'ri aks etsa, keyin soliq organi buni izoh talab qiladigan holat sifatida ko'rishi mumkin. Bu darhol katta jarima degani emas. Lekin sizda hujjat, chek, shartnoma va bank tushumlari tartibli bo'lishi kerak.
Uchinchi masala ijtimoiy yordam va imtiyozlar. Nafaqa, moddiy yordam, bolalar puli, subsidiya, talaba kontrakti uchun chegirma yoki boshqa turdagi yordamlar ko'pincha aniq mezonlarga bog'liq. Oilaning daromadi, ro'yxatdan o'tgan manzili, mulkiy avtomobili, bankdagi tushumlari oila tarkibi tizimda qanday aks etgani muhim. Men oddiy misol keltiraman. Oilada 5 kishi yashaydi. Ota vaqtincha ishlamaydi. Ona farzand parvarishida, lekin tizimda eski ish joyi yopilmagani sabab daromad bor deb ko'rinishi mumkin. Natijada yordam rad etiladi. Odam esa menga nohaqlik qilishdi deydi. Aslida muammo ma'lumot bazasida bo'lishi mumkin. Shuning uchun ilk iyulgacha oilaviy holat doimiy ro'yxat, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjatlari. Ish joyi haqidagi ma'lumotlar to'g'ri ekanini tekshirish kerak. Ayniqsa yaqinda ko'chib o'tgan, farzandli bo'lgan, ishini o'zgartirgan, ajrashgan, turmush qurgan yoki nogironlik hujjatini yangilagan fuqarolar bunga jiddiy qarasin. 4-masala bank kredit va karta to'lovlari. Iyulga kelib ko'pchilikda ta'til, o'qish, davolanish, qurilish, to'y, safar xarajatlari ko'payadi. Shu paytda kredit to'lovi kechiksa foiz, penya va kredit tarixiga salbiy belgi tushishi mumkin. Agar siz oyiga 1 million 5 ming so'm kredit to'layotgan bo'lsangiz va to'lovni o'rin kun kechiktirsangiz, penya unchalik katta ko'rinmasligi mumkin. Lekin kredit tarixida kechikish qayd etilsa, keyinchalik yana kredit olmoqchi bo'lganingizda bank sizga yuqori foiz taklif qilishi yoki rad javobi berishi mumkin. Kartalarda ham shunday. Avtomatik obuna xizmat haqi, kredit karta limiti, bo'lib to'lash shartnomasi, sug'urta to'lov bor yo'qligini tekshiring. Ba'zan odam 1 yil oldin ulangan xizmat uchun har oy 25 ming yoki 30 ming so'm yechilib turganini sezmaydi. Bir qaraganda kichik pul. Lekin 2 oyda 360 ming so'm bo'ladi. Bu ham oilaviy budjet uchun pul. 5-masala hujjatlar muddati. Pasport yoki ID karta, haydovchilik guvohnomasi, ishonnoma, ijara shartnomasi, litsenziya, ruxsatnoma, tibbiy ma'lumotnoma, talabalik yoki ish hujjatlarining amal qilish muddatini tekshiring. Ayniqsa chetga chiqmoqchi bo'lganlar, ishga kirayotganlar, farzandini bog'cha yoki maktabga joylashtirayotganlar. Avtomobil oldi-sotdi qilmoqchi bo'lganlar bunga befarq bo'lmasin. Masalan, odam 5 iyul kuni safarga chipta olgan, mehmonxona band qilgan, lekin pasport muddat yetarli emasligi aeroportda yoki viza jarayonida bilinadi. Bunday holatda chipta puli, mehmonxona puli va reja barbod bo'ladi. Hujjatni yangilash esa bir kunda bitmasligi mumkin. Shu sababli hali vaqt bor deb yurish eng xavfli xatolardan biri. Endi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik sezmaydigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchi nozik jihat, hamma yangilik hammaga bir xil ta'sir qilmaydi. Masalan, kommunal hisob-kitobdagi o'zgarish katta xonadonda, ko'p elektr ishlatadigan oilaga kuchliroq ta'sir qiladi. Lekin yolg'iz yashaydigan, sarfi kam odamda farq deyarli sezilmasligi mumkin. Shuning uchun qo'shningizning to'lovi oshdi deb sizda ham aynan shunday bo'ladi degani emas. Har bir xonadonning sarfi, qarzi, hisoblagichi, imtiyozi alohida. Ikkinchi nozik jihat, qarzdorlik faqat siz to'lamaganingiz uchun paydo bo'lmaydi. Ba'zida eski egadan qolgan qarz, noto'g'ri shaxsiy hisob raqam, hisoblagich almashtirilganda kiritilmagan ma'lumot, sud ijrosi yoki texnik xatolik sabab qarz chiqadi. Agar siz uy sotib olgan bo'lsangiz, albatta oldingi davr uchun kommunal va soliq holatini tekshiring. Notariusdan o'tdi. Demak, hammasi toza deb o'ylamang. Rasmiylashtirish paytida hamma mayda balanslar har doim ham amalda to'liq ko'rinmasligi mumkin. 3-nozik jihat, og'zakivada hujjat o'rnini bosmaydi. Kimdir sizga muammo yo'q, keyin hal qilamiz desa ham yozma ariza, murojaat raqami, kvitansiya, skrinshot va shartnoma bo'lmasa, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Men har doim shuni maslahat beraman. Har bir to'lov kvitansiyasini kamida 1 yil saqlang. Elektron bo'lsa, telefoningizda alohida papka qiling yoki elektron pochtangizga yuborib qo'ying. 4-nozik jihat, imtiyoz avtomatik berilmasligi mumkin. Ba'zi imtiyozlar bazada ko'rinadi. Ba'zilari uchun ariza berish kerak bo'ladi. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxs, kam ta'minlangan oila, pensioner, ko'p farzandli oila yoki talabaga tegishli yengillik bo'lishi mumkin. Lekin hujjat topshirilmasa, tizim sizni o'zi izlab topmasligi mumkin. Shuning uchun men bunga haqliman degan fikrning o'zi yetarli emas. Siz buni hujjat bilan tasdiqlashingiz kerak. 5-nozik jihat, firibgarlar aynan shunday davrlarda faollashadi. Eğer iyulgacha ro'yxatdan o'tmasangiz, kartangiz bloklanadi.
subsidiyaga qo'shib beramiz, jarimangizni o'chirib beramiz, kommunal qarzingizni kamaytiramiz degan xabarlar kelishi mumkin. Hech qachon begona havolaga kirmang. Karta raqami, SMS kod, pasport ma'lumotlari, bank ilovasi parolini bermang. Rasmiy ma'lumotni faqat davlat portallari, bankning rasmiy ilovasi, tashkilotning rasmiy raqami yoki shaxsiy kabinet orqali tekshiring. 6-chi nozik jihat, ariza berishning o'zi natija degani emas. Siz may ko'p uz orqali murojaat qildingiz, demak ish bitdi deb o'ylamang. Ariza holatini kuzating. Qabul qilindi. Ko'rib chiqilmoqda, qo'shimcha hujjat kerak. Rad etildi yoki tasdiqlandi degan bo'skilar bo'ladi. Ba'zan odamdan bitta ma'lumotnoma so'raladi. U esa buni ko'rmaydi. Muddat o'tadi, ariza yopiladi. Keyin boshdan boshlashga to'g'ri keladi. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam: telefoningizdan bank ilovalari, kommunal to'lov ilovalari, soliq shaxsiy kabineti va my.gov uzga kiring. Har birida balans, qarzdorlik, jarima, ariza va shartnomalarni tekshiring. Agar ilovaga kira olmasangiz, parolni tiklang yoki yaqin davlat xizmatlari markaziga boring. Ikkinchi qadam: hujjatlar ro'yxatini tuzing. ID karta yoki pasport, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, ajrim qarori bo'lsa u. Kadastr hujjati, avtomobil texnik pasporti, ijara shartnomasi, ish joyidan ma'lumotnoma, daromad ma'lumotlari, nogironlik yoki pensiya hujjati, talabalik shartnomasi. Qaysi hujjat sizga tegishli bo'lsa, shuni tayyorlab qo'ying. Hammasini bir joyga yig'ib, telefoningizda skaner qilingan nusxasini saqlang. 3-chi qadam: kommunal hisoblagichlarni suratga oling. Elektr, gaz, suv hisoblagich ko'rsatkichi aniq ko'rinsin. Suratga sanab tushgani yaxshi. Keyin ilovadagi ko'rsatkich bilan solishtiring. Agar farq katta bo'lsa, darhol murojaat qiling. Murojaatda oddiy va aniq yozing: mening shaxsiy hisob raqamim bo'yicha balans va hisoblagich ko'rsatkichi mos kelmayapti. Qayta hisob kitob qilib, yozma javob berishingizni so'rayman. Murojaat raqamini saqlab qo'ying. 4-chi qadam: soliq va jarimalarni tekshiring. Mol mulk solig'i, yer solig'i, transport jarimalari. Ijro hujjatlari bo'yicha qarz chiqsa, avval sababini ko'ring. Agar qarz to'g'ri bo'lsa, imkon qadar bir yilgacha yoping. Agar noto'g'ri bo'lsa, kvitansiya, shartnoma, kadastr hujjati yoki oldingi to'lovlarni ilova qilib e'tiroz yuboring. Men to'laganman deyishning o'zi yetmaydi. Kvitansiya kerak. 5-chi qadam: ijtimoiy yordam yoki subsidiya olishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, oilaviy ma'lumotlarni tekshiring. Oila tarkibi to'g'rimi? Farzandlar ro'yxatda bormi? Daromadlar noto'g'ri ko'rinmayaptimi? Ish joyi ma'lumotlari yangilanganmi? Agar sizning holatingiz o'zgargan bo'lsa, masalan ishni yo'qotgan bo'lsangiz yoki farzand tug'ilgan bo'lsa, hujjatni yangilang. Bu yordam olish imkoniyatiga bevosita ta'sir qiladi. 6-chi qadam: kredit va bo'lib to'lash jadvalini qayta ko'rib chiqing. Iyul oyida qaysi kuni qancha to'lov borligini yozib chiqing. Agar daromadingiz kech tushsa, bank bilan oldindan bog'laning. Ba'zan restrukturizatsiya, to'lov sanasini o'zgartirish yoki muddatni qayta ko'rib chiqish imkoniyati bo'ladi. Eng yomon yo'l bu bankdan yashirinish. Bank muammoni oldindan aytgan mijoz bilan boshqacha ishlaydi. Umuman javob bermaydigan mijoz bilan boshqacha ishlaydi. 7-chi qadam: rasmiy manbalarni kuzating. Telegramdagi har bir xabarni haqiqat deb qabul qilmang. Rasmiy saytlar, vazirlik va idoralar sahifalari, bank ilovalari, davlat xizmatlari portali orqali tekshiring. Agar yangilik sizga bevosita tegishli bo'lsa, skrinshot qilib qo'ying, sanasini yozib qo'ying va kerak bo'lsa mutaxassisdan maslahat oling. 8-chi qadam: oilangizdagi katta yoshdagilarga yordam bering. Ota-onangiz, bobo-buvingiz texnologiyadan yaxshi foydalana olmaydigan qarindoshingiz bo'lsa, ularning balanslari, hujjatlari va nafaqaga oid ma'lumotlarni tekshirib bering. Ko'pincha muammoga aynan ular duch keladi, chunki SMS keladi, lekin o'qilmaydi. Ilovada qarz ko'rinadi, lekin hech kim kirmaydi. Hujjat muddati tugaydi, lekin vaqtida bilinmaydi. 9-chi qadam: barcha to'lovlarni bir kunda qilaman deb shoshilmang. Avval tekshiring. Noto'g'ri qarzni to'lab yuborsangiz, keyin qaytarish uchun alohida murojaat kutish va tekshiruv kerak bo'ladi. Avval qarz nimadan paydo bo'lganini tushuning, keyin to'lang. Ayniqsa katta summa chiqsa, masalan 3 million, 5 million yoki undan ko'p bo'lsa, albatta izoh so'rang. 10-chi qadam: agar idoraga borish kerak bo'lsa, oldindan tayyorlaning. Pasport yoki ID karta, hujjat nusxalari, kvitansiyalar, ariza matni, telefon raqam, shaxsiy hisob raqam, kadastr raqami yoki shartnoma raqamini olib boring.
Arizani 2 nusxada tayyorlasangiz yanada yaxshi, bittasini topshirasiz. Ikkinchisiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib olasiz. Bu keyin sizning isbotingiz bo'ladi. Demak, iyulgacha eng muhim ish vahmaga tushish emas, nazoratni qo'lga olish. Kommunal qarzlaringizni, soliq va jarimalarni, hujjat muddatlarini, ijtimoiy yordamga tegishli ma'lumotlarni, kredit va shartnomalarni tekshiring. Agar xatolik bo'lsa, yozma murojaat qiling. Agar qarz to'g'ri bo'lsa, imkon qadar kechiktirmang. Agar imtiyozga haqli bo'lsangiz, hujjatni tayyorlang va ariza bering. Men bu ogohlantirishni shuning uchun batafsil tushuntirdimki, ko'pchilik muammo chiqqandan keyin yuguradi. To'g'ri yo'l esa muammo chiqmasdan oldin tekshirish. Siz bugun yarim soat vaqt ajratsangiz, ertaga bir necha kun navbatda yurishdan, ortiqcha jarimadan yoki rad javobidan qutulishingiz mumkin. Izohlarni yozing. Sizning hududingizda iyul oyidan oldin qaysi masala ko'proq odamlarni xavotirga solyapti? Kommunal to'lovmi, soliqmi, subsidiya yoki kreditmi? Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa siz uchun eng muhim o'zgarishlarni oddiy tilda tushuntirishda davom etaman.